Assalomu alaykum azizlar. Hammaga xayrli kun. Meni birinchi ko'rayotganlarga, meni ismim Sarnoz. Men bugun sizlar bilan tikuv mashinamni ochaman. Hozir sizlar bilan ochib, uni ichidagi narsalarni ko'rib chiqamiz. Hozir birinchi tepasida klyonkasini ochib olamiz, keyin o'zini ochib ichidan olamiz. Hozir skochini ochib, ichidan tikuv mashinani olib beradi. Ochish qiyin ekan. Qilish, bunlar o'rganish oson emas. Lekin xursandman. Mana tikuv mashinani ham ochib oldik. Hozir ichidan chiqadigan narsalarni ko'rib chiqamiz. Mana birinchi paketi. Ichida disk chiqdi. Keyin qanaqadir qanaqa harflar, choklar tikadigan korobka anaqasi chiqdi. Ko'rsatmasi. Ha, ko'rsatmasi chiqdi. Choklarni tikadi. Ikki xil tomonlarga, mana birinchi tomoni, ikkinchi tomon. Buni yana bir ko'rsatamiz. Endi bu instruksiya kitob ekan. Keyin ochasan. Tikuv mashinani qana olaman. Olib berasiz? Bu anaqa toka qismi chiqdi. Yana so'rayman. Nima dedim? Yana nimadir Aksessuarlar. Ha, detallar chiqdi. Detallar. Tikuv mashinani olib bering. Hozir men qizimga nimani tikuv mashinasini olishga yordam beraman. Bu ko'krak ekan, mana. Endi buni ko'tarib olsak bo'ladi. Buni olsak bo'lar ekan. Mana bu mashinasi. Mana nima deydi, stolchasi ham bor ekan. Buyog'i endi ichida ishlasa qolmadi. Hop, keyin ustida mana bu yopadigan zashitli nimasi ham bor ekan. Yopib bersan. Nima chiqdi? Hozir ichidan chiqqan narsalarni ko'rib, qanaqa qilib ulasak ishlashini ko'rib chiqamiz. Hozir sizlar bilan instruksiya kitobning ichida qanaqa ishlatish kerakligini ko'rsatganini ko'rib chiqamiz. Inglizcha yozilgan ekan. Keyin buni ko'ramiz hozir. Mana ip qo'yadigan yana bir zapasdan chiqdi shekilli. Mana nina bo'lishi kerak. 3 ta naycha chiqar ekan. Keyin 4 xil anaqa chiqar ekan. Lapkasi chiqar ekan. Atvertkasi chiqar ekan. Changini tozalaydigan
ipda ushlab turadiganlar chiqar ekan. Ammo narada o'zim ham tushunmadim. Keyin mana pedali. Mo tomondan ulasanglar keyin bosadi. Agar ulamasdan start stopni bossanglar ham tikadi. Mana tikuv mashinani yoqish uchun simi. Bu o'rganish uchun diski bo'lishi kerak. Mana Bu shu qaysi nimalar? raqamlarni qilsanglar, shunaqa choklar yoki harflar yozib turar ekan. Ismlaringlarni ham yozsanglar bo'lar ekan. Mana choklar ham. Buni endi keyinchalik tikishni ko'rsatasan-a? Hop, endi stul nimani, stulchigini ham ulab ko'rchi, qanday bo'lar ekan. Hozir buni maytdan ko'tarsang, mana ko'chadimi va qo'lga qolma. Buni qo'ysang. Menga maytni otchi chiqarmakin. Buni tortsang, chiqar ekan. Bunun ichida nima bor ekan ko'rsating? Bunun ichida nimadir bor shekilli. Qancha buncha? Qanday tortdi? Buni ichida ham bu maytiga tugma qo'ysanglar, o'sha tugmani kiradigan qilib anaqa tikib berar ekan. Tugmaniki. Yarimta lapga ekan qo'shimcha. Hozir qo'yamizmi? Bunday. Mana shunday o'laydigan mayt tepasiga qo'yadi. Endi bemalol materiallarini tortib, Tiksa bo'lar ekan. mana hammaga oldindan ko'rinadi. Bu zo'r mashina ekan. Mana shunaqa tikuv mashinasi chiqar ekan. Hozir buni tokga ulab ko'ramiz. Faqat mosimi tushmaydi ekan. Европейский билет ekanda. Hozir unga anaqa adapter olamiz. Hozir men bor adapter senga hozir shuncha olib chiqaman shu. Keyin Ochib yoqib ko'ramiz. shu hammasi shu qizimga olib bergan tikuv mashinasi. Bu Janome firmaniki. Endi buni ulab turib ishlatishga alohida video qilib berasiz. Hammaga xayr.